Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun yana Farg'ona viloyatidamiz. Yozyovon tumani Paysar mahallasida Nodirbek akaning xonadoniga yetib kelganmiz. Ushbu kamplilarimizni 14 talik qilib zakaz berilgan edi. Bugun Ramazon oyida xudo xolasa adashmasam shu 3-4 kun ichida 4-chi yo 3-chi marta kelishimiz Farg'onaga. Kamplilarimizni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Stollarimiz kapalak fasonda, o'rtasi plankali, materiallarini bir-biriga mos tushadigan chiroyli materialdan qo'yib berganmiz. Operator yaqinroqdan oling. Xonlarimizni razmeri 320 ga 120. Xohishga binoan bo'ldi. O'zi asli 14 talikniki 350, 360 atrofida to'g'ri keladi. Buni xonamizcha kichikroq, ikkitasini tashqarida ishlataman degan uchun xuddi shu holatda qilib berdik. Buni xonani vazifasi pastlatib xon taxta qilib ishlatsa ham bo'ladi. Atrofiga to'shakcha solib, stollarini tashqarida ishlatib o'zini foydalansa bo'ladi. Kampligimizning narxi qiziq bo'lsa, xuddi shu holatda vodiy bo'ylab dastavkalarimiz ichida o'rnatib berishlari ichida 8,5 million so'mdan o'rnatib beramiz. Voha taraflariga ham dastavkalarimiz bor, bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bog'lanish uchun pastda nomerlar qoldiramiz. Ekranning tepa qismida Telegram kanallarimizni silkasini joylaymiz. Yozib o'tib bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bundan boshqa vibrlari ham bor.